Agar mehmon kelganda yashirinib olsam, meni majburlab chiqarmagin. Menga xavfsiz joyimni ber. O'zimni tinch his qilganimda o'zim chiqaman. Agar dumimni tez-tez silkitayotgan bo'lsam, o'ynayapman degani emas. Meni biroz tinch qo'y. Tasodifan tishlab qo'yishimni oldini ol. Ba'zan bezovta bo'lib qolaman va sababini tushunmaysan. Uxlashdan oldin men bilan 10 daqiqa o'yna, energiyam chiqadi va keyin seni ham tinch qo'yaman. Ba'zida narsalarni yerga tushirib boraman va sen meni yomon deb o'ylaysan. Aslida esa atrofni o'rganayapman. Agar yoningga yotsam, lekin ustingga emas, meni e'tiborsiz qoldirma. Bu ham mushukcha muhabbati. Agar buyumlaring ustiga yotsam, seni bezor qilish uchun emas. Ularda sening hiding bor. Kayfiyatim birdan o'zgarib qolsa, bu drama emas. Tanaffuslarimni hurmat qil. Shunda senga ko'proq ishonaman. Videoga like bos va har kuni meni yaxshiroq parvarish qilishni o'rganish uchun obuna bo'l. Men seni kutaman.